Assalomu alaykum do'stlar, hammaga dushanba haftaning boshlanishi xayrli va barokatli bo'lsin. Xo'p, kecha tunda bitta yangilik o'qib qoldim. Dr. Mark Lewis degan juda ham kuchli ekan, endi o'zini sohasi bo'yicha onkolog ekan, onkokirurg. Bu oshqozon ichak raklarini davolovchi shifokor ekan. Shuni shu bitta joyda izohda kommentariyada, ham chet ellarda kommentariya juda ham yaxshi qarashadi. Kimdir bitta patsient yozgan. Dr. Mark Lewisga kattakon rahmat, meni hayotimni saqlab qoldi, rak edim, rakdan davoladi, operatsiya qildi, meni saqlab qoldi deganda deb turib, o'sha balli sistemada 4 ta yulduzchani belgilagan. Keyin bu narsani anonim holda saqlab turish, Dr. Mark Lewis shunaqa deb yozyapti endi uni pastida. Bu insonni hayotini saqlab qolibman. Avvalo Xudo saqlaydi. Endi bu sababchi bo'pti. Xo'p, hayotini saqlab qolibman, lekin shunda ham 4 ta yulduzcha qo'yapti menga. 5 ta yulduzcha qo'yishim uchun nima qilishim kerak ekan patsiyentga degan ekan.